alaykum. Opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xo'p. Bizda mana bunaqangi ham qo'yilganda, mana ko'ring. Oldilari polni nержавейка bo'ladi. Bu plyonka plyonkasi, bu shilib olasiz, yo'llarni ham shilib olasiz. Bu tomonini ham shilib olasiz. Hamma yo'q nержавейкаdan. Juda sifatli, baquvvat qilib ishlangan. Xo'p, mana buni o'sha necha gradusga bo'lsa, men video orqali ham aytsangiz, unga qarab gradusini qo'yib beraman. Minus necha gradusda ishlaydi. Yozda asosiy yozda minusda ishlatasiz. Hozirga bir 0 plusga yo bo'lsam minus 1 gradusga ishlatishingiz mumkin. Endi mana vitrina xolodilnigimizni polni ko'rsatib o'taman. 3 yillik bitta tagini hisoblaganda, agar tagini hisoblansa 1, 2, 3, 4 ta polkali bo'ladi. Mana eshiklarni. Mana yonlari bor-ku mana nimalari. Stenalari, ya'ni devorlari qarob bosib sovutib muzlatib beradi. Minus 15 gradusgacha chiqadi. Hozirgi kunda chiqadi. Yozda 10-12 gradus beradi. Xotirjam mahsulotingiz irib, haliga nima sifatini yo'qotmaydigan qilib, chiroyli bir xil ushlab beradigan mana shu. Hozir eng zo'r va eng ko'p sotilayotgan vitrina xolodilnigimiz mana shu. Chunki minusda ishlaydi-da bu. Plusda ishlaydigan yo'llari bor. Endi ularning alohida mijozlari bor. Mana ichlarini ko'rsatib o'tibman. Polnisdan eshiklargacha. Ko'rinishi mana shu. Narxini $1700 qilib beribdi. Bizda bo'ladigan narxi, haliga tortishadigan narx qo'ymaganmiz, puliga arziydigan narx. Chunki buni sifatiga ham bog'liqda, bu ikkita motorlik 1 kilovat tok sarf qiladi. Eslab qoling, bir opshi mana shu yonishi 1 kilovat soatiga. Bu gradusga chiqib, uzgandan keyin, to'xtagandan keyin yana ham pasayadi. Gradus ya'ni elektri nimasi? Sarf qilishi ancha pasayadi yana ham. 9-8 vatga tushadi. 1 kilovatdan olmaydi. Xo'p, ko'rinishi mana shu holat. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, buni endi bir kishiga sotilgan. Men sizga xuddi shuni mana yonda turibdi. Prosta buni hozir yoqib ko'rsatganim. Buni setkalarni terib, shuni polni sizga tayyorlab beraman. Setkalarni terib, gradusini aytsangiz qo'yib.